Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu videomizda qozonning ostiga tutib qolgan kirlarni oddiy usulda tozalashni ko'rsataman. Avval qozonni o'choqqa qo'yib qizitamiz. Qozonga qo'limizni yaqin egilish orqali qozonning issig'ini kontrol qilsak bo'ladi. Qozon qizgandan keyin qozonni tezgahdan qo'yib, yog' yumshatqichni purkuymiz. Purkishdan burun cho'qim derizlarni echitishimiz kerak. Ko'rganingizdek qozonning ostidagi yog'lar eqib tushishga boshladi. Agar qozon pokiz tozalmagan bo'lsa, simjon bilan yenik bo'lib pokiz chiqib ketadi. Eng oxirida suv bilan qozonni chayqasak bo'ladi. Ko'rganinglar uchun rahmat, omon bo'linglar.